Yosh bolajonlar uchun mo'ljallangan ko'p funksiyali mini batut maydonchasini ko'rsatib o'tamiz. Balandligi 160 sm, diametri 140 sm bo'ladi. Bu oddiy batut emas. Kichkintoyingiz uchun haqiqiy mini sport maydonchasi desak ham bo'ladi. Ichkarisiga ham zamolli eshigi orqali kirsa bo'ladi. To'plamda ko'rganinglardek mana turnigi bor. Turnigda osilib bo'yini o'stirish mumkin. Basketbol halqasi bor. Basketbol o'ynasa bo'ladi. Boks xaltasi bor. Mana anti stress vazifasini bajaradi. Mana gimnastika arqoni bor, ko'rganingizdek, jismoniy baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Mana arg'imchog'i bor, arg'imchog'ida bemalol yotsa ham bo'ladi, arg'imchoq tushsa ham bo'ladi. Bu to'plamni istagan vaqtda o'rnatib qo'yish yoki olib qo'yish mumkin. Agar xohlasangiz, shunchaki batutni o'zidan foydalansa ham bo'ladi. To'plamda mini koptokchalar bor mana. Bu mini sport maydonchasi orqali farzandingiz qaysi sport turiga qiziqishini bilib olasiz. Uni faol, sog'lom va maroqli mashg'ulotlar bilan shug'ullantirasiz. Farzandingiz o'yin orqali jismoniy rivojlanadi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar ushbu mahsulot sizga yoqqan bo'lsa, layk bosing va yosh bolasi bor tanishinglarga yuborib qo'yinglar.